ichida basseyn, fontanlari bo'lgan uyim bo'lsa deb niyat qilib yuribsizmi? Unda mana bu uyimiz aynan siz uchun. 6 sotkli 8 ta xonali hayhotdek hovlimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Uy kotlavandan tomigacha juda ham baquvvat qilib, chidamli qilib qurilgan. Hovlining qoq o'rtasiga fontan qurilgan, ikkita chetiga zeleniy zona qilingan. Uy egalari butun umr o'zimiz yashaymiz degan yaxshi niyatlar bilan 80% qurib bitkazishgan. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi kunda sotuvga qo'yilgan. Uy bitishi uchun отделка ishlari qolgan. Har bitta xonasiga teplый pol qilingan. Oppoqqina akfa eshik romlar o'rnatilgan. Qo'shnilar ahil, tinch, osuda, elitniy mahallada joylashgan. Podvol qismiga baquvvat qilib basseyn qurilgan. Yozda jaziramasida ham, qish kunida ham bemalol cho'milishga qulay. Podvallari ham kengina, juda ham katta kvadraturada. Uy qurilishida tomiga ham plita ishlatilgan. Keyinchalik yana bitta etaj qo'shib yuborsa bo'ladi. Gaz, svet, suv, internet, Wi-Fi'lardan muammo yo'q. Ko'chalari keng, hamma yog'i asfalt qilingan. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narx-navosini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi.